hurmatli aka-ukalar, obunachilar. Hop, bugun biz 25-musiqa va san'at maktabiga tashrif buyurganmiz. Fazliddin aka degan inson shu yerda o'rgatadilar, yoshlarimizni ota-bobolarimiz qo'ygan kasb bilan o'rgatadilar, baraka topsinlar. Hozir u kishining yaqin ijodlari bilan yaqindan tanishib, qilgan ishlarini, ya'ni shogirdlar yutuqlari bilan ko'rsatib tanishtiramiz. Sizlar bilan yaqinda xudo xolasa o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa mana. Mana shu 25-musiqa maktab, san'at maktabidagi hamma o'quvchi bolalarning yutuqlari bo'ladi. Bu hammasi Fazliddin akaning ustozi ishlari bo'ladi, hammasi. O'zlarining qo'llaridan chiqqan. Hozir o'zlari bilan ham tanishamiz, baraka topsinlar. Yoshlarga mana yaxshi hunar o'rgatyaptilar, baraka topsinlar. Hozir u kishini o'zlari bilan shaxsan tanishamiz. Qolmanglar, Fazliddin aka, qolmang. Yaxshisiz, joningiz sog' bo'lsin, baraka toping, joningiz sog' bo'lsin aka. Yoshlarga mana hunar o'rgatadilar. Yoshlarimizga baraka topsinlar. Hozir kunda IT sohasi rivojlanib ketgan bo'lsa ham, baribir bu sohamiz baribir o'lmaydi, xudo xolasa. Bu soha baribir bir kun shunaqa bir kun xudo xolasa zo'r xudo xolasa qaytadi bu xudo xolasa. Mana yosh bo'lishiga qaramasdan mana shogirdlari Fazliddin akammi o'rganyapti, baraka topsin. Ham o'g'illari, ham shogirdlari hunar o'rganyapti, xudo xolasa kichkina o'g'illari. Ustozimizning ijodiy ishlaridan mana yana ko'rishingiz mumkin. Tashakkurnoma Muhiddin Fazliddin Husnuddinovich Muhiddinov. Hop, Fazliddin aka, xudo xolasa necha yildan beri bolalarga, ya'ni yoshlarimizga o'rgatib kelasiz bu sohani? Bu sohani 18 yildan beri o'rgatib kelaman bolalarga, o'quvchilarga qiziqib o'rganib kelishyapti. Yoshlarimizga, ota-onalarimizga nima maslahat berasiz? Ota-onalarimizga endi farzandlaringdan beringlar, bekor yurmasin, telefon o'ynamasin, vaqtini bekor anaqa qilmasin, hunarga beringlar. To'g'ri. Hozirgi yoshlar ayniqsa telefonga qiziqib, boshi bilan kirib ketadi, miyasi bilan. Yoshlarimizni mana shunaqa kasb hunarlari bilan, kasb hunarlarga bersak, shular bilan yo'naltirsak, shu sohalarga xudo xolasa kelajakda mana shu okaga o'xshab xudo xolasa manaqa ishlarni xudo xolasa o'ziga qishda qilishyapti. Qo'lidan keladi xudo xolasa kelajaklarda. Nuriddin ham mana ishlayapti, mana ishlaringni ko'rsat, mana. Nuriddin mana o'g'illari va shogirdlari bo'ladi. Baraka toping, Fazliddin aka, joningiz sog' bo'lsin, sizdagi insonlar ko'payaversin. Ko'nglida kuyo juda yaxshi inson, bu kishini shaxsan men o'zim yaqindan taniyman, umrlaridan baraka topsinlar. Bizning adresimiz Qoraqamich 1-4 tarafda bo'ladi, xudo xolasa. Nomerlarni pastda qoldiramiz. Niyat qilganlar bo'lsa, olib kelasizlar. Sog' bo'ling aka, rahmat. Sog' bo'linglar. Hop aka.